Sizni kimdir urdi yoki asabingizni buzdi, lekin o'ldirib qo'ymadi. Keyinchalik o'sha insonga nisbatan sizda nafrat paydo bo'ladi va qanaqadir yo'l bilan qasd olishga harakat qilasiz. Biroz qo'polroq tushuntirdim, lekin hozir gaplashadigan mavzumizga aloqasi bor. Bugun bakteriyalarni antibiotiklarga nisbatan chidamliligini oshib ketishi haqida gaplashamiz. Bu yer yuzidagi global muammolardan biri hisoblanadi. Misol uchun, farzandingiz kasal bo'ldi, vrachga olib bordingiz. Vrach 2 mahal 7 kunga antibiotik yozib berdi. Misol uchun Ceftriaxone. Siz bola yaxshi bo'lib qoldi, 2-3 kunda o'sha antibiotik olishni to'xtatib qo'yadigan bo'lsangiz, o'lmay qolgan bakteriyalarda xuddi videoni boshida misol keltirdim, o'shanaqa narsa paydo bo'ladi. Ya'ni o'sha Ceftriaxonega qarshi turish yo'llarini o'ylab topadi ular. Keyinchalik o'sha bakteriyalar, ya'ni super bakteriyalar o'zidan nasl qoldirish kerak, ular ko'payadi bolani tanasida. Keyin bola bog'chaga boradigan bo'lsa yoki birorta больницаga boradigan bo'lsa, jamoat joylariga chiqadigan bo'lsa, boshqa sog'lom bolalarga ham qanaqadir yo'llar bilan o'sha bakteriyalarni o'tkazadi. Natijada o'sha sog'lom bolada ham o'shanaqa super bakteriya paydo bo'ladi. Keyinchalik bola kasal bo'ladigan bo'lsa yoki o'zingizning farzandingiz yana qayta kasal bo'ladigan bo'lsa, o'sha olgan antibiotikga ta'sir qilmaydi. Ya'ni ichidagi bakteriyalar o'zida chidamlilik hosil qilib oldi. Bu bilan hozir nima demoqchiman? Misol uchun antibiotik olishga to'g'ri keladigan vaziyat bo'lib qoldimi, oxirigacha vaqt soati bilan olish kerak. 2 mahal yozildimi, 2 mahal olish kerak. 5 kun yozildimi, 5 kun, 7 kunmi, 7 kun. Xullas, to'liq olish kerak.